Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi oshxonamizni tayyorlab, uстановка qilib berdik. Xo'p. Razmeriga keladigan bo'lsak, общий 490 razmerda bo'lgan. Balandligi 235 ga chiqqan. Materiallari akril, рабочий стол usti заводской столешница российский, dautchili mexanizm. Orqalari granit bo'lgan. Bonus qilib mo'ykasi, granti, sushilkasi qo'shib berildi. Bu yerga xolodilnigi, kir mashinasi, mo'ykasi, eng chekkaga gazlari, vitishkalari, duxovkani o'rnini joylab berdik. Chekkalari rezervniy kronka bo'lgan. Yaxshi mexanizmlardan foydalanilgan. Tepadagi chiroqlari ham 3 xil svetda yonadi. Kimga shunaqa oshxona mebellari kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.